Bugun men eng ko'p savol berilayotgan masalani aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi kimlarga tegadi? Kimning pensiyasi o'sishi mumkin? Kimda esa o'zgarish bo'lmasligi mumkin? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki yaqinda pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga, ota-onasi yoki yaqin qarindosh pensiya olayotgan oilalarga ham bevosita taalluqli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy odamlar ko'p e'tibor bermaydigan, lekin pul miqdoriga ta'sir qiladigan nozik jihatlarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar sizga hujjatlarda adashmaslikka va o'zingizga tegishli pulni talab qilishga yordam beradi. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerakligini aniq qilib olaylik. Ko'pchilik buni avtomatik ravishda hammaning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi deb o'ylaydi. Aslida esa qayta hisoblash har doim ham bir xil oshirish degani emas. Qayta hisoblash degani pensiya miqdorini belgilashda foydalanilgan ma'lumotlar, ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, qo'shimcha hujjatlar yoki yangi tartiblar asosida pensiya summasini qaytadan ko'rib chiqishdir. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda odam pensiyaga chiqqan paytda qanday hujjat topshirgan bo'lsa, pensiyasi shunga qarab tayinlangan. Masalan, ish staji daftarida ko'rsatilgan bo'lsa hisobga olingan. Ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi bo'lsa, o'sha davrdagi maoshlar asos qilib olingan. Agar biror davr hujjat bilan tasdiqlanmasa, u ko'pincha hisobga kirmagan. Natijada odam aslida 30 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda 25 yil tasdiqlansa, pensiya 25 yilga qarab chiqqan. Yoki odam yuqori maosh olgan davrni tasdiqlay olmasa, pensiya pastroq hisoblangan. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan qayta hisoblash masalasi ko'tarilayotgan bo'lsa, bu eng avvalo pensiya miqdori adolatliroq ko'rib chiqilishi. Ayrim toifalarda oldin hisobga olinmagan yoki to'liq baholanmagan davrlar qayta tekshirilishi, hujjatlar yangilansa yoki elektron bazalarda qo'shimcha ma'lumot paydo bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkinligini anglatadi. Men bu yerda bitta narsani alohida ta'kidlayman. Har bir odamning holati alohida ko'riladi. Bir qo'shnining pensiyasi oshgani uchun ikkinchi qo'shniniki ham xuddi shuncha oshadi degan qo'yda yo'q. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqanida ish staji to'liq hisobga olinmagan odamlar e'tibor berishi kerak. Masalan, siz 1905 yildan 2025 yilgacha turli tashkilotlarda ishlagansiz. Lekin pensiya tayinlanganda mehnat daftarchangizda bitta korxonaning muhri noaniq bo'lgan yoki arxivdan ma'lumot topilmagan yoki tashkilot yopilib ketgan. Shu sababli 5 yil hisobga olinmagan. Agar hozir o'sha davrni tasdiqlovchi hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu oddiy masala emas. Chunki 5 yil staji pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa. Ish haqi bo'yicha hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Pensiya faqat stajga emas, ko'p hollarda ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq. Tasavvur qiling, bir fuqaro Sovet davrida yoki 1990 yillarda yirik zavodda yuqori maosh olgan. Lekin pensiyaga chiqqanda faqat eng kam yoki o'rtacha maoshlar tasdiqlangan. Yuqori maoshli yillar bo'yicha ma'lumotnoma olinmagan. Natijada pensiya past chiqqan. Agar hozir arxivdan maosh bo'yicha to'liq ma'lumot olinib, pensiya jamg'armasiga taqdim etilsa, qayta hisoblash uchun asos paydo bo'ladi. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olayotgan, lekin oilaviy holati. Mehnat faoliyati yoki hujjatlari o'zgargan shaxslar. Masalan, bo'g'uvchilik pensiyasida farzandlar soni, ularning o'qishi, voyaga yetishi, kunduzgi ta'limda o'qishi kabi holatlar muhim. Agar bola kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma bilan pensiya davom ettirilishi yoki qayta ko'rilishi mumkin. Agar hujjat o'z vaqtida berilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. 4-toifa. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan fuqarolar. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Odam 6 yoshda yoki belgilangan yoshda pensiyaga chiqadi, lekin keyin yana 2 yil, 3 yil, ba'zan 5 yil ishlaydi. Ayrim hollarda bu davrlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin, lekin hamma ham avtomatik ravishda bo'lib qayta hisoblatmaydi. Men shuni aytaman, agar siz pensiya chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq to'lagan bo'lsa, bu ma'lumotlar elektron bazada aks etgan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan holatingizni tekshirtirish foydali bo'ladi. Endi aniq misollar orqali ko'ramiz. Birinchi misol. Akmala aka 2019 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan.
Pensiya tayinlashda uning 28 yillik ish staji hisobga olingan. Lekin aslida u 33 yil ishlagan. 5 yil bir korxonada ishlagan, korxona yopilgan, arxiv hujjati topilmagan. Akmal aka keyinroq viloyat arxividan o'sha 5 yilni tasdiqlovchi ma'lumotnoma oldi. Agar bu hujjat pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilinsa va davr qonuniy asosda stajga qo'shilsa, uning pensiyasi qayta hisoblanadi. Natijada pensiya bir necha 10 ming so'mga emas, ba'zan ancha ko'proq miqdorga o'sishi mumkin. Miqdor aniq staj, ish haqi va amaldagi hisoblash tartibiga bog'liq. Ikkinchi misol, Maftuna opa 2021 yilda pensiyaga chiqqan. U 1995-2000 yillarda yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 1997-1994 yillardagi pastroq maoshlar bo'yicha ma'lumotnoma topshirgan. Chunki o'sha paytda yuqori maoshli davr hujjati topilmagan. Keyin farzandlari arxivga murojaat qilib 1935-2000 yillardagi ish haqi ma'lumotlarini topishdi. Agar bu ma'lumotlar pensiya hisobida foydaliroq bo'lsa, qayta hisoblash natijasida pensiya oshishi mumkin. Bu yerda asosiy savol shunday: qaysi davr pensiya uchun foydaliroq? Har doim oxirgi yillar foydali bo'lmaydi. Ba'zan eski yillardagi nisbatan yuqori maosh ko'proq natija beradi. Uchinchi misol, Sardor aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 4 yil rasmiy ishladi. U o'ylaydiki, davlat o'zi bilib pensiyani oshiradi. Lekin amaliyotda men doim maslahat beraman. Elektron bazada hamma narsa bor deb xotirjam bo'lib qolmang. MyBookGov.uz orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ishlagan davringiz aks etganmi? To'lovlar ko'rinyaptimi? Qayta hisoblashga asos bormi? Tekshirtiring. Agar ish beruvchi hisobot topshirmagan yoki ma'lumot xati kiritilgan bo'lsa, sizning pensiyangizga ta'sir qiladigan davr ko'rinmay qolishi mumkin. 4-misol, Dilbar opoyda farzand tarbiyasi bilan band bo'lgan, keyin rasmiy ishga kirgan. Pensiyaga chiqqanda ayrim davrlar bo'yicha chalkashlik bo'lgan. Bolalar parvarishi, dekret ta'tili, ayrim ijtimoiy davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin har bir davr uchun alohida hujjat kerak bo'ladi. Tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan buyruq nusxasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi kabi hujjatlar masalani hal qiladi. Hujjat bo'lmasa, odamning og'zaki aytgani yetarli bo'lmaydi. Endi kimlar ortiqcha xavotirga tushmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish staji elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq hisobga olingan bo'lsa, siz topshirgan hujjatlarda xato bo'lmasa, qayta hisoblash sizda katta o'zgarish bermasligi mumkin. Bu yomon yangilik emas. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiyangiz allaqachon mavjud ma'lumotlar asosida to'g'ri hisoblangan bo'lishi ehtimoli yuqori. Yana bir holat. Agar pensiya oshirilishi umumiy indeksatsiya yoki bazaviy miqdor o'zgarishi bilan bog'liq bo'lsa, unda ko'pincha tizim o'zi avtomatik hisoblaydi. Bunday holatda har bir pensioner ariza bilan yugurishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin bu qayta hisoblash bilan qo'shimcha hujjat asosida qayta ko'rish bir xil narsa emas. Umumiy oshirish bo'lsa, hamma tegishli toifaga qarab oladi. Individual qayta hisoblash bo'lsa, sizning shaxsiy hujjatlaringiz va holatingiz asos bo'ladi. Shu sababli men tomoshabinlarga doim 2 savol beraman. Birinchisi, pensiyangiz tayinlanganda sizning barcha ishlagan yillaringiz hisobga olinganmi? Ikkinchisi, eng foydali ish haqi davringiz bo'yicha hujjat topshirganmisiz? Agar bu 2 savolga ishonch bilan ha deya olmasangiz, tekshirtirish kerak. Eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri shuki, odamlar har qanday hujjat pensiyani oshiradi deb o'ylashadi. Yo'q, har qanday hujjat emas, faqat qonuniy kuchga ega, tegishli davrni aniq tasdiqlaydigan muhr, imzo, arxiv raqami yoki elektron tasdiqdagi hujjat ahamiyatli bo'ladi. Masalan, eski hamkasbning guvohligi ayrim hollarda yordamchi ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi. Pensiya masalasida dalil kuchli bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Barcha qo'shilgan staj pensiyani katta oshirib yubormaydi. Masalan, sizda staj yetarli darajada bo'lsa, qo'shimcha 1 yil pensiyani biroz o'zgartirishi mumkin. Lekin ish haqi ko'rsatkichi past bo'lsa, kutilgan katta o'sish bo'lmasligi mumkin. Aksincha, ba'zi odamda staj juda yaxshi, lekin ish haqi past hisoblangan bo'ladi. U holda maosh hujjatini to'g'rilash ko'proq natija beradi. Uchinchi nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda o'sish sanasi muhim. Odamlar ko'p so'raydi. Agar men hujjatni bugun topshirsam, menga o'tgan yillar uchun ham to'lab beriladimi? Bu masala ariza berilgan sana hujjatning qachon taqdim etilgani, hatto kim tomonidan qilinganligi va amaldagi tartibga bog'liq.
Agar fuqaro oldin hujjat bermagan bo'lsa, ko'pincha qayta hisoblash murojaat qilingan vaqtdan boshlab qo'llanadi. Agar davlat organi yoki tizim xatosi sabab noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza nusxasini, qabul qilingan sanani va javob xatini albatta saqlash kerak. 4-nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ayrim yozuvlarda ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana noaniq. Yoki korxona nomi o'zgargan, lekin bu haqida hujjat yo'q, yoki muhr o'qilmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Fuqaro esa buni rad javobi deb tushunib to'xtab qoladi. Aslida bu ishni davom ettirish kerak. Arxiv, sobiq korxona huquqiy vorisi tuman hokimligi arxivi, idoraviy arxiv yoki sud orqali tasdiqlash yo'llari bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Ishlagan davr rasmiy bo'lishi kerak. Ko'p odamlar 10 yil do'konda, fermada, qurilishda ishlaganman deydi. Lekin mehnat daftarchasida yozuv yo'q, soliq to'lov yo'q, shartnoma yo'q, buyruq yo'q. Bunday holatda pensiya uchun staj sifatida hisoblatish qiyin bo'ladi. Men buni aytayotganimning sababi oddiy. Hozir ishlayotgan yoshlar ham kelajak pensiyasini o'ylashi kerak. Rasmiy ishlash faqat bugungi oylik masalasi emas, ertangi pensiya masalasidir. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, harbiy xizmat hujjatlari, o'qishlar bo'yicha hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar. O'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir odamda ro'yxat har xil bo'ladi, lekin asosiy qoida shunday. Pensiyaga ta'sir qiladigan har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Murojaatda faqat pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. To'g'ri yozish kerak. Mening pensiyamni qo'shimcha taqdim etilgan ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar aniq davr bo'lsa, uni ko'rsating. Masalan, 1990 yil 11 martdan 1993 yil 20 noyabrgacha bo'lgan ish davrini stajga qo'shib hisoblashni so'rayman. Shunda murojaat aniq bo'ladi va mutaxassis nimani tekshirishi kerakligini biladi. 3-qadam, hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi qog'ozni oling. Agar ariza qabul qilingan bo'lsa, kirim raqami, sana, mas'ul bo'lim nomi bo'lishi kerak. Elektron murojaat qilsangiz, elektron tasdiqni saqlang. Bu juda muhim. Chunki keyin javob kechiksa yoki hisoblash sanasi bo'yicha bahs bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 4-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Ba'zan odamga rad etildi degan javob keladi, lekin sababni o'qimaydi. Sababida arxiv ma'lumotnomasida ish haqi ko'rsatilmagan, davr aniq tasdiqlanmagan, hujjatda ism familiya mos kelmagan, muhr o'qilmaydi deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu oxirgi nuqta emas. Bu kamchilikni tuzatish kerak degani. Ism familiyada xato bo'lsa, FHDga hujjatlar yoki sud orqali aniqlik kiritish mumkin. Arxiv ma'lumotda kamchilik bo'lsa, qayta so'rov yuborish mumkin. 5-qadam, pensiya miqdorini mustaqil kuzating. Kartangizga tushgan pulni oldingi oylar bilan solishtiring. Agar 1 avgustdan keyin o'zgarish bo'lishi kerak deb o'ylasangiz, lekin pul o'zgarmasa, darhol aniqlashtiring. Faqat qo'shnilardan eshitgan gapga ishonmang. Har bir pensionerning hisob kitobi alohida. Sizga tegishli javobni faqat rasmiy organ beradi. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yug'ori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men bu yo'lni darhol 1-qadam sifatida tavsiya qilmayman. Avval hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasidan yozma javob oling. Kamchiliklarni tuzating. Lekin agar sizda hujjatlar to'liq bo'lsa-yu, baribir asossiz rad etilsa, huquqingizni himoya qilish kerak. Og'zaki gap bilan yuravermang. Hamma narsani yozma shaklda qiling. Birinchi xato, odam faqat pensiya oshiriladi degan xabarni eshitadi va hech narsa qilmaydi. Agar oshirish umumiy bo'lsa, tizim avtomatik ishlashi mumkin. Lekin sizning shaxsiy stajingiz yoki maoshingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, buni tizim o'zi topib beradi deb o'tirish to'g'ri emas. O'z hujjatingizni o'zingiz tekshirtiring. 2-xato. Arxivga noto'g'ri murojaat qilish. Masalan, fuqaro, men falon zavodda ishlaganman deydi, lekin aniq yil, bo'lim, lavozim, eski korxona nomini yozmaydi. Arxiv ham noaniq so'rovga aniq javob topishi qiyin. Murojaatda imkon qadar aniq ma'lumot bering. Ish boshlagan va tugatgan sanalar, lavozim, korxona nomi, korxona keyin qanday nomlangan bo'lishi mumkinligi
joylashgan hududi. Uchinchi xato, hujjatlarni boshqalarga berib yuborish. Asl hujjatlarni ehtiyot qiling. Nusxa topshirish mumkin bo'lgan joyda nusxa topshiring. Asl nusxa talab qilinsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi yozib oling. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori kabi hujjatlar yo'qolsa, qayta tiklash ko'p vaqt oladi. 4-xato, internetdagi umumiy raqamlarga ishonib, o'z pensiyasini oldindan noto'g'ri hisoblash. Kimdir hammaga 300 ming so'm qo'shiladi desa, bu har doim ham to'g'ri emas. Kimdir ko'proq oladi. Kimdir kamroq, kimdadir umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Pensiya hisobida staj, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlar, qonunchilikdagi cheklovlar va taqdim etilgan hujjatlar muhim. Bugungi mavzuda asosiy fikr shuki, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida hamma bir xil natija kutmasligi kerak. Kimning ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, kimning yuqori ish haqi davri hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, kim pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsa, kimda oilaviy yoki huquqiy holat bo'yicha o'zgarish bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Hujjatlar to'liq bo'lsa, murojaat aniq yozilsa, javob yozma olinib, kamchiliklar tuzatilsa, pensioner o'ziga tegishli mablag'ni olish imkoniyatini oshiradi. Men ekspert sifatida sizga eng muhim maslahatni beraman. Pensiya masalasida taxmin bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Har bir yil, har bir ma'lumotnoma, har bir ariza sanasi pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Bugun tekshirtirilmagan hujjat ertaga har oy yo'qotilayotgan mablag'ga aylanishi mumkin. Shuning uchun yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga bu videoni yuboring. Hujjatlarni birga ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa arxivga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizning pensiyangizda 1 avgustdan keyin o'zgarish bo'ldimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz? Qanday holat bo'lyapti? Boshqalar ham bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, hujjat, ish staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.